Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizda Luchovoyda joylashgan 2 qavatli binoning 2-qavatida 2 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Место положениясini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yon tarafimizda Ahmadchiz, Luchovoy Prikrossiya svetofori, chapga kelsangizlar, yani chapga kelsangizlar Ablosnoy banisi, o'ngga kelsangizlar Oblgaz ko'chasi, do'rga kelsangizlar Axunba qabristoni, Axunba mechiti ham joylashgan. Bu yon tarafimizda esa Esikpol televideniyasi, Urganch gostinitsa, Al-Xorazmiy ko'cha joylashgan zo'r mestada, место положенияsi ham yaxshi. Ham 2-qavatda dik yo'lning ustidagi domimizda izla. Qani yetib kelsa kvartiramiz bilan birgalikda ko'rib, tanishib o'tamiz. Kvartiramizga yetib keldik, hurmatli vatandoshlar. 2-qavatda joylashgan 2 qavatli bino 2 eshik ekan. Girish qavamimiz asosiy eshiklari, birinchisi damir, ikkinchisi yaqash eshiklardan. Yana prixожий zonasi, ya'ni koridori, pedarakoynalari bor, eshiklari xiva eshiklaridan qo'yilgan ekan. Bu yon tarafimizda sanuzel qismi bo'ladi, ya'ni Hazla sanuzel ayak tiklari kafel, divorlar polni plastik. Ikki yon tarafdan girib chiqish xoti bor ekan. Oshxona tarafdan ham, bu yandan koridordan ham girib chiqish xoti bor ekan. Vannasi unitazlari qo'yilgan. Rakonalar bor, bellar kafel qilingan. Bular polni plastik qilingan. Suv, svet, gazlar gap turibdi, muammosiz. Shahrimizda ajoyib местоsi Luchovoyda joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Xonadonimizda oyoq tiklari ham pol bo'lgan ekan. Hamma yeri birimiz asosiy zal qismi bo'ladi bu yeri. Yana bir 3,5 metr bor, uzunasi 560 razmerda. Divorlar noturniy fonda, hurmatli vatandoshlar. Cho'ng registrlari bor. Bu tarafimizda veranda qismi. Ya'ni verandasi bu yerni bo'lib qo'ydilar, hurmatli vatandoshlar. Bu yerni oshxona qilingan. Ayolari akfaramlarni alyumin ramlardan qo'yilgan ekan, birlar polni plastik qilingan. Gaz plitalari qo'yilgan, mo'ychalari bor. Bedasayning Отопленияsi, demir kotyollar qo'yilgan, rashtinli baqlar, sirkulyatsiya uchun nasozam o'rnatilgan. Gaz cho'chiklari bor. Ishlari xiva ishlaridan, hurmatli vatandoshlar. Bu yerdan ham ko'rsatib o'tsak, sanuzelni, ikki tarafdan kirib chiqish xotlari bor. Xalasiz bu yerdan, xalasiz bu yerdan aynalar alyumin ramlardan registrlari bor. 2 xonali kvartira 2-qavatda Luchovoyda joylashgan. Esikpol televideniyasiga yaqin edi. Bu yerimiz 270 ga 560 razmerda. Nelening cho'ng registrda aynalar alyumin ramlardan dik yo'lning bo'yinda joylashgan domimiz. 2-qavatda 2 xona kvartira, 6 metrlik verandalari bor. Cho'ng registrlar qo'yilgan, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Yana tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Transport 7 marshruti o'tib turibdi. Magazin ismi, apteka ismi, bozorchalar, dehqon bozor ham yaqin, hurmatli vatandoshlar. Al-Xorazmiy ko'cha, Urganch gostinitsa, Axunba mechiti, Ablosnoy banisi ham yaqin yerda joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Kvartiramizning yonida 2 maktab bor. Ablosnoy banisi tarafda 7-sonli maktab, keyin Oblgaz'i yaqin yerda yana birsi bor. Samarqandda Oblgaz ham joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, dokumentlardan muammosi yo'q. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi rolikda görüşguncha xayr deb qolamiz.